Assalomu alaykum. Eshitilyapti, ko'rinyaptimi? Kamerani hozir joylashtirish kerak qilyapman. Chunki teskarisiga bo'ladi. Yozasizlar Telegram chatga. To'g'ri, ko'rinyapti, eshitilyaptimi? Praktika bo'ladi hozir. Chatni ochganman. Qanday eshitilyapti, ko'rinyapti. Eshitilyapti debdi. Juda yaxshi. Yorug'likni pasaytirish kerak ekan. Boshlaymiz. Aniq, tiniq, zo'r debdilar. Tayyormisizlar? Hamma tayyorman, bajarmoqchi bo'lganlar tayyorman. Birga bajaramiz. Hozir birga bajaramiz hozir. Varoqlaringizni olib tayyor bo'ldingizlar. Xo'sh. Demak, praktika bajaramiz. Bu praktikadan maqsad nima? Bizani ong ostimizdagi sovg'a va olam tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan programmalarni qayta dasturlash. Qayta dasturlash hisoblanadi. Chunki bizani ongimiz tashqarida ko'rayotgan narsalardan ko'ra, uni o'zini ongimizda mavjud bo'lgan, ong ostimizdagi mavjud bo'lgan obrazlar bilan ishlaydi. Masalan, siz juda ko'p narsaga loyiq bo'lishingiz mumkin, lekin sovg'a degan bog'liq tushuncha bilan ong ostingizda qanaqadir negativ programma bo'ladigan bo'lsa, sizni hayotingizga shunchaki sovg'ani kiritmaydi. Ikkinchisi bu olam. Olam tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan sizda negativ programma bo'ladigan bo'lsa, siz olamni va hayotni umuman his qilmaysiz. Hayotda bo'layotgan jarayonlarni ham his qilmaysiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi ish sovg'a so'zidan boshlaymiz. Qayta dasturlash demak bu. Sovg'a so'zidan boshlaymiz. Mana sovg'a turibdi. Nafas olib chiqarasiz o'zingizga. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz 3 marta nafas olib chiqarasiz va mana shu sovg'a degan tushuncha bilan bog'liq, sovg'aga qarab turasiz. 3 marta nafas olib chiqarasiz va shu sovg'a bilan bog'liq bo'lgan, umuman yoki bog'liq bo'lmagan sizda obraz paydo bo'ladi ko'z oldingizda. Shu obrazni yozasiz. Xo'sh, davom ettiramiz. Yo'q, ovozimni o'zim biroz vaqt uzib qo'ydim. Demak, obraz
Nafas olib chiqarasiz 3 marta. Sovg'aga qarab turasiz. Qanaqa obraz paydo bo'ladi? Xayolingizda qanaqa obraz paydo bo'ladi? Menda juda katta daraxt obrazi paydo bo'ldi. Daraxtlar va yo'lakcha. Keyingisi endi ikkinchisini yozasiz. Baroqqa ishlaysiz. Baroqqa. Ikkinchisi men bu yerda siznikini har bir kishinikini ko'rib bera olmayman. Endi ikkinchisi mana shu obraz paydo bo'lgan vaqtda sizda paydo bo'ladigan shu obrazga qarab turasiz. Sizda paydo bo'ladigan fikrni yozasiz. Qanaqa fikr paydo bo'ladi? Nafas olib chiqaramiz. Qanaqa fikr paydo bo'ladi? Sizda paydo bo'ladigan fikrni yozasiz. Baribir kesilib ketadi. O'sgani foydasiz degan fikr keldi. Mana shu obrazga qarab turganda paydo bo'ladigan fikrni yozasiz. Endi uchinchisi shu fikr kelgan vaqtda sizni holatingiz qanaqa bo'ldi? Shuni yozasiz. Kuzatasiz. Aslzoda Elnurova, bu yerda yozmaysiz dedim men sizga. Varoq olasiz, varoqda ishlaysiz dedim. Baribir kesilib ketadi, o'sgani foydasiz. Chunki bu yerda ko'pchilik har bir kishi yozsa, uni hammasi chalkashib ketadi. Hozir bir-birlaringizni o'qib turib chalg'aysizlar. O'zlaringizning jarayonlaringizda bo'lish kerak holat, energiya. Demak, shu vaqtda qanaqa holatda bo'ladi? Mana shu fikr kelgan vaqtdagi bizning holatimiz qanaqa bo'ladi? Butun diqqatingiz o'zingizda bo'lsin. Nafas olib chiqarasiz. Befarqlik. Holatingizni yozasiz. Holat. Qo'l oyog'ingizni holati haqida gap ketmayapti. Holat. Sizda paydo bo'ladigan ichki holat haqida yozasiz. Tashqarida qo'l oyog'ingizni harakati ishlamaydi bu yerda, chunki o'ng ostida bizning boshqaradigan programmalar bor va ular holatimiz orqali anglaniladi. Qo'l oyog'imizni harakati orqali emas. Shuning uchun bu savollarning javobini berayotgan vaqtlaringizda shu narsaga e'tibor berasizlar. Demak, holatingiz dedim, fikr, obraz va holat bilan ishlayapmiz. Ana endi to'rtinchisi, holatingiz aniq bo'lgandan keyin o'zingizga savol berasiz. Birinchi marta shu holatga qachon tushganman? Shu holat menga bo'lgan. Agar yaxshi bo'ladi, bolaligingizdan bo'lsa. 7-11 marta nafas olib chiqarasiz va mana shu holatga qarab turasiz. Javob kelgunicha miyangizda. Miyangiz sizga javob bergunicha. Nafas olib chiqarasiz. Birinchi marta qachon shu holat menda bo'lgan?
7-11 marta nafas olib chiqarishingiz kerak. Mana bunaqa narsa keldi. Bolaligimda istaklarimdan voz kechganimda degan narsa keldi. Va o'sha holatni yozasizlar. Xuddi mana shu joygacha kelasizlar. Keyingi 5-savol quyidagicha bo'ladi. Shunda menda qanaqa xulosa bo'lgan? Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Shunda menda qanaqa xulosa qolgan? Qanday xulosa qolgan? Nafas olib chiqaramiz. Yoniga varaq qo'yaman. Chunki rasm borligi uchun varaqqa sig'madi. Xo'sh. Yana bitta ikkita bo'ladi o'zi. Menda shunda qanaqa xulosa qolgan? Shunda menda qanaqa xulosa qolgan? Bu 5-etap. Yetti 11 marta nafas olib chiqarasiz. Shunda menda qanaqa xulosa qolgan? Mana bunaqa narsa keldi. O'zimdan xafagarchilik. Voz kechganim uchun degan narsa keldi. Mana shu joydagacha yozib kelasizlar. Obraz tagida fikr, ong osti bilan ishlash va ongni qayta dasturlash. Xuddi mana shu tarzda ishlab kelasizlar va 6-etapga kelib o'zgartirish uchun savol beramiz. Savol quyidagicha bo'ladi. Aynan bizni o'sha yetuk inson pozitsiyasida jarayonni idrok qilishimizga qaratilgan bo'ladi. Mening istaklarim yoki orzularim yoki maqsadlarim faqat men amalga oshira olaman uchun yoki men erishaman uchun menda bor bo'lsa, hozir nima qilaman? Yana bir marta takrorlayman. Meni istaklarim yoki orzularim yoki maqsadlarim farqi yo'q. Faqat men erishaman uchun menda bo'lsa. Ya'ni agar u boshqa odam erishish kerak bo'lganda, u boshqa odamning miyasida bo'lgan bo'lardi. Faqat men erishaman uchun menda bo'lsa, hozir nima harakat qilaman yoki hozir nima qilaman? Ko'zim yetgan yo'ldan yuraman degan narsa keldi. Endi mana shu yergacha mana shu savolni berib yakunlaymizda. Endi sovg'a obrazini yana bir marta qayta ko'ramiz. Qanaqa obraz keladi endi? Agar buni
Xuddi aytganimda ishlasangiz, ongo'sdagi obrazni o'zgartirib bo'lgan bo'lasiz. Qayta programmalashtirilgan bo'lasiz, shu etapda ishlagan bo'lsangiz. Demak, qaytib sovg'a degan so'zni olamiz. Sovg'aga qaraymiz, nafas olib chiqaramiz. Qani endi nimani obrazi keladi? Zo'r narsa keldi. O'zim keldim. Demak, o'zimga sovg'a bu o'zim ekanimda. O'zim sovg'a degan narsa keldi. Obraz, o'ng ostidagi obraz o'zgardi. Endi keyingisi. Demak, men qachon o'zimga ochilsam, o'zimni tanisam, o'zimni eshitsam, shunda menda sovg'a har doim bo'lar ekan. Qachonki men o'zimdan voz kechsam, boshqalarni fikri uchun yashasam, boshqalarni qarashdan kelib chiqib yashashni boshlasam yoki hamma qilayotgan ishlarni qilishga harakat qilsam, shunda sovg'aga yopilar ekanman. Mana shu yerdan shu narsa kelib chiqadi. Bu qayta dasturlandi, chunki boshqa obraz chiqdi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Olam. Olamning rasmi bor bu yerda. Olam. Yozuv manimcha faqat sizga ko'rinmayapti, keyin ko'rib olasiz. Olam. Endi yaxshilab qaraymiz olamga. Obrazni yozamiz. Qanaqa obraz keladi? Xuddi mana shu tartibda ishlaymiz. Birinchisi obrazni yozamiz. Olamga qarab turamiz, nafas olib chiqaramiz. Ko'zimizni yumamiz va nimani obrazi keladi? Quyosh. Xo'sh, shunda paydo bo'ladigan fikr. Fikr quyidagicha keldi. Menda tezroq kelishi mumkin, chunki men buni ko'p ishlayman. Fikr endi sizda nafas olib chiqarib kutib tursangiz keladi. Quyosh degandan keyin qarashni iloji yo'q degan narsa keldi. Ko'zni qamashtiradi-ku. Shu narsa keldi. Iloji yo'q. Endi holat, yana nafas olib chiqaraman. Holat. Qanaqa holat bo'ladi? Shu fikrga qarab tursak, holatimizni kuzatamiz, o'zimizni holatimizni kuzatamiz. Ichki holat, qo'l oyog'imizniki emas. Bezovtalik bo'ldi. Ko'zda bezovtalik bo'ldi aynan. Quyosh bo'lgani uchunmi? Shuni his qildim. Endi holatdan keyin bezovtalik. To'rtinchisi, birinchi marta qachon shu holat menda bo'lgan? Shu holat menda bo'lgan. 7-11 marta nafas olib chiqarasiz va savolni o'zingizga berasiz. O'ng osti bilan har doim ishlab o'rganmagan bo'lsangiz, biroz javob qiyin keladi, lekin kelmaydi degani emas bu. Xo'sh. Qachon shu holat menda bo'lgan? 7-11 marta nafas olib chiqarasiz, burun orqali olib, og'iz orqali chiqarasiz. Mana bunaqa narsa keldi. Hamma narsaga ko'zimni yumib ketaverganimda. Yumib ketib, keyin o'zimni ayblaganimda degan narsa keldi. Keyingisi, shunda menda qanday xulosa qolgan?
Yana 7-11 marta nafas olib chiqaramiz. Shunda menda qanday xulosa qolgan? Shunda menda qanday xulosa qolgan? Yana 7-11 marta nafas olib chiqaramiz. Shu savolni berish jarayonida boshlaymiz. Shunda menda qanday xulosa qolgan? Kirishgandan foyda yo'q baribir. Kirishgandan foyda yo'q baribir degan narsa keldi. Ana endi keyingi yana transformatsiya savolini beraman. Meni istaklarim faqat men erishaman uchun menda hozir bo'lsa, men nima harakat qilaman? Mening istaklarim faqat men erishaman uchun menda bor bo'lsa, hozir nima qilaman? Bosh og'rishi mumkin, ko'nglingiz aynishingiz mumkin. Miya bilan ishlayotgan vaqtda bular tabiiy. Mening istaklarim faqat men erishaman uchun menda bor bo'lsa, hozir nima qilaman? Bunaqa narsa keldi. O'zim eng yaxshi qila oladigan ishni qilaman. degan narsa keldi. Endi olamni qaytadan obrazni ko'ramiz. Nafas olib chiqaramiz. Qani obraz nima keladi? Boya quyosh edi. Endi bu yerda qani nima kelar ekan? Olam deganda. Bunaqa narsa keldi. Olam ichimda. Ya'ni o'zim keldim. Bu fikr edi. Bu olam ichimda. Obraz bu tanamni ichi keldi. Demak, olam bu meni ichimda ekan, sovg'alar bu meni o'zim ekan. O'zimga sovg'a qilingan eng qimmatbaho sovg'a bu meni o'zim ekanman. Va olam meni o'zim ichimda. Shunaqa xulosa paydo bo'ldiki, hozir men to'g'ri yo'ldaman degan xulosa keldi. Mana olam bilan sovg'alar so'zidagi ong ostingizdagi obrazni qaytadan dasturladik hozir. Ong ostimizdagi olamga ochilish va sovg'alarga ochish, olam sovg'alarga ochishga to'siq bo'layotgan narsa. Qarang, qarashni iloji yo'q.
foydasiz degan narsalar bor ekan. Shuning uchun ham biz sovg'a olishni xohlaymiz-da, lekin ololmaymiz sovg'a. Nima uchun? Chunki sovg'a va olamni o'sha sovg'a oladigan insonimiz bo'lishi mumkin. O'shanga nisbatan nima bor bizning o'ngostimizda? To'siq bor. Shuning uchun ham hayotimizda biz istagan sovg'a kelishiga ishonmaymiz ham. Yoki umuman sovg'a degan narsa bizga bo'lishiga, biz arzishimizga ham ishonmasligimiz mumkin. Yoki bizga berishlariga ham ishonmasligimiz mumkin. Nima uchun? Chunki bizning ichimizda senga sovg'a bersa senda bezovtalik bo'ladi. Senga sovg'a bergan baribir foydasi senga deganga o'xshagan bloklar bor. Xuddi ana shunday qilib, siz uchun istagan marta, istagancha o'ng ostingizdagi sovg'alarga ochilish bo'yicha bloklaringizni ishlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni olsangiz bo'ladi. Bu siz uchun 6 etapdan iborat bo'lgan tayyor o'ng osti bloklaringizni ishlash uchun formula. Nega rasm qo'ydim? Chunki o'ng ostimiz obrazlarni. O'ng ostida faqat obraz bo'ladi. O'ng ostida fikr bo'lmaydi. O'ng ostida obraz bo'ladi. Shuning uchun ham rasm qo'ydim. O'sha obrazni yaxshiroq ongimiz qabul qilish uchun. O'ng ostida fikr bo'lmaydi. O'ng ostida faqat obraz bo'ladi. O'sha obraz orqali biz sekin fikrni topib, onga o'tib nimadir o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Qaytib o'sha obraz o'zgarsa, ikkinchi marta so'raganingizda bajarib bo'lgandan keyin siz o'ng ostingizdagi blokni ishlagan bo'lasiz va bu siz uchun belgi bo'ladi. Xo'sh, endi kim bajardi o'zi uchun? Men kamerani to'g'rilab olaman hozir. Xo'sh, to'g'rilab oldim. Endi chala bo'ldi. Men bajardim debdilar. Mana bajargan ishtirokchilarimiz bor ekan. Mening maqsadlarim, mening sovg'alarim ekanda. Bajardim. To'liq bajardim debdilar. Sovg'aga qaraganimda hech narsa kelmadi. Boshimda bir zumlik og'riq bo'lib o'tdi debdilar. Zapis bo'ladi. Olam bilan ishlaganda keldi to'lar. Fikrda chiqishi qiyin bo'ldi. Shunday bo'ladi, chunki siz birinchi marta ishlayapsiz. Ya'ni o'ng osti bloklaringizni, o'ng ostini qayta dasturlash va yangi obraz yaratish bo'yicha endi ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar bu sizning miyangiz uchun privichka darajasiga yetmagan bo'lsa, albatta birdaniga kelib chiqmaydi javob. Yoki siz kunlik hayotingizda har doim o'zingizni miyangizdan so'rab fikrlamayotgan bo'lsangiz. Xo'sh, men bajardim, ko'nglim aynib, boshim og'rib ketdi. O'zimni imkoniyatlarini ko'raman ekan. Xo'sh. Juda ajoyib surat, men hayratdaman. Xo'sh. Yaxshi. Mana bugungi praktikani ham bajarib oldik. Tanada belgilar bo'ladi, og'riq bo'ladi, yig'lagingiz kelishi mumkin. Ya'ni sizning ichingizda bor narsa chiqadi. Ya'ni sizning ichingizda bo'lmagan narsa chiqmaydi. Sizning ichingizda nima bo'lsa, o'sha narsa chiqadi. Xo'sh. Sovg'a mening miyamdagi fikrlarni idrok qilib sovg'a olgandek bo'lar ekanman. Ya'ni sovg'a siz uchun foydali degan narsaga qayta dasturladik. Foyda siz uchun, sovg'a siz uchun foydali. Ungacha esa sovg'adan foyda yo'q degan narsa bor edi. Bir necha marta ishlab olishlaringiz mumkin. Bu formulani o'zlaringiz uchun butun umrga olib qo'yishlaringiz ham mumkin. Bu YouTube'ga hozir qo'yiladi va keyin Telegramga tashlab beriladi. Ko'rib bajarish olish mumkin bo'ladi.
Mana bugungi praktikani ham yakunladik. O'zlaringiz uchun bajarib olasizlar. Olam juda keng va cheksiz bo'lib ko'rindi, shunday. Sovg'alar bilan bog'liq qarashlar ham bizning bolaligimizda shakllangan, ongimizda. Shuning uchun ham aynan o'sha ongdagi ildizni ishlamagunimizcha bizga sovg'a berilsa ham ko'rmaymiz, bor sovg'ani ham ko'rmaymiz va demak siz sovg'ani his qilmaysiz o'zi umuman. Kimdir sovg'a bersa ham uni his qilmaysiz. Shuning uchun aynan ong ostidagi negativ ustanovka o'zgartirilgandan keyin siz bemalol his qilishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shunday qilib ishlab olasiz. Boshqa savollaringiz bormi? Savollaringiz bo'lsa, 10 daqiqa savollarga javob beraman. Qo'rquvlardan qutulsa bo'ladimi? Albatta. Qo'rquvlardan qutulishning bir necha yo'li bor. Aynan qo'rquvni ishlash formulasi bor. Istalgan qo'rquvdan rivojga ongni qayta dasturlash orqali, xuddi mana shunday obraz orqali ishlash mumkin. Kvant polida ishlash mumkin, ya'ni ildizni topib, bolalikdan kelayotgan ildiz bilan ishlash mumkin. Undan tashqari neyrografika chizishingiz mumkin, mixda turishingiz mumkin. Eng to'g'risi mana shu fikrlar orqali ishlash. Shu qo'rquv orqali sizga miyangiz nima deyapti? Fikrni boshqarishni o'rgansangiz ham qo'rquvlar bilan murosa qila olasiz. Qo'rquv ham bu oddiy qo'rqitadigan fikr. Ya'ni siz ishonayotgan fikr. Masalan, o'lib ketsamchi degan fikr qo'rqitadi sizni, chunki siz o'lib ketaman degan narsaga ishonasiz. Vaqt soatingiz yetganida hammasi hisob-kitob bilan ekaniga ishonmaysizda, shunchaki shunday o'ylasiz qolasiz. Xudo bexabar. Shuning uchun ham qo'rqasiz. Suratni ham joylab qo'ying ustoz debdilar. Videoda bo'ladi. Boshimdagi og'riq qanchada ketadi? Yana bir marta ishlang xohlasangiz. Raskopka olsangiz tezroq ketadi. Qo'rquvni ishlashning eng oson yo'li raskopka olish. Neyrografika bo'lishi chizganda bir ko'tarilish bo'lishi tabiiymi? Unga bog'liq emasmi? U qanaqa neyrografika chizishingizga bog'liq. Agar neyrografikani o'zini algoritmlari bor, algoritm asosida chizsangiz, bu jarayon sizga yana sezilar sezilmas o'tib ketadi. Boshqarmaydi sizni. Hali ham qayd qilgim kelyapti. Demak, yaxshi ishlabsiz. Nargiza Nishanova o'g'rilik biznesini o'rgatasizmi? Negativ fikrcha ko'pincha jahl chiqqanda, stressda. Ularni qanday boshqarsa bo'ladi debdilar. Fikrni boshqarishni o'rganish orqali faqat. Siz nima uchun hamma fikrini boshqara olmaydi? Chunki baza kam. Nimaga o'zgartirishni bilmaysiz. Qaysi fikrga o'zgartirishni bilmaysiz. O'zgartirishni siz juda yaxshi bilasiz. Hamma biladi buni. Lekin bilim bazasi kam. Siz o'zgartirishingiz kerak bo'lgan fikrlar kam. Ya'ni yangi fikr yo'q. Siz o'zgartiradigan yangi fikr yo'q. Buning uchun o'qish kerak, kitob o'qish kerak. Ya'ni sizda yetarli darajada baza, shunchalik fikr ko'p bo'lishi kerakki, siz istaganingizni olib tanlab almashtira olasiz joyiga. Ya'ni fikrni almashtirish qiyin ish emas. Fikrlash doiramiz o'shanga yetmaydi, chunki fikr kam bizda. Qachon masalan hayotingizga yangi fikrlarni kiritish bo'yicha, yangi qarashlarni kiritish bo'yicha ishladingiz ustingizda? Qachon bu narsani qildingiz? Har necha yilda qilasiz misol uchun? Xo'sh, Gulhayo ustoz bilan chizdim debdilar. Unda Gulhayo ustozingizdan so'raysiz. Chunki men uni boshqa bir insonning algoritmlarini bilmayman, tushunmayman.
Kechagi darsni audiosini tashlang debdilar. Audiosini zapis qilmaganmiz menimcha. Shamollashlar nimani anglatadi? Har xil bo'lishi mumkin. Sizda bo'layotgan transformatsiyalarni, o'zingizga sevgi yetishmasligini, qo'rquvlaringiz ko'payib ketganligini, yangi bosqichga o'sish vaqtingiz kelganligini bo'lishi mumkin. Men go'zal bilimlar sovg'asiga ochilganimni angladim-da. Bu darsni ham audiosini tashlaysizmi? Videosini tashlayman. Video variantini tashlayman. Challenge'ga qatnashib, miyam ochilyapti debdilar. Neyrografikani birinchisini chizganimda terlab ketaman, keyingilarni chizganim kelmaydi, yangilarni mazza qilib chizaman. Nega? Uni men bilmayman. Chunki neyrografikani siz kimdan chizyapsiz, qanaqa algoritm bilan chizyapsiz, uni bilmayman. Neyrografikani faqat chizish, masalan, qanaqadir maqsadga erishish uchun chizish deb o'ylaydi ko'pchilik. Chunki uni algoritmini o'qimagan bo'ladi. Neyrografika qanaqadir maqsadga erishish uchun chiziladigan narsa emas u. Bu xato foydalanish. Neyrografika bu sizni ongosingizda mavjud bo'lgan, siz hozir anglamagan bloklarni ishlash. Keyin siz maqsad uchun chizasiz-ku. Shundan keyin chizgingiz kelmay qoladi. Ko'pchilik buni maqsad uchun qo'yadi. Pulni ochaman, bir narsaga erishaman, unaqa narsa yo'q. Hamma narsa sizni shaxsiy rivojlanishingizga xizmat qilish kerak. Keyin keladi pul orqasidan. Birinchi natija emas, birinchi shaxsiyatingizni o'sishi. Ilmni maqsadi shu bo'lishi kerak. Chunki bilimga juda katta baho berilgan. Shuning uchun ham siz agar bilim olmoqchi bo'lsangiz, faqat shaxsiy rivojlanishingiz uchun olishingiz kerak. Bizda YouTube yo'q debdilar. Fikrlarni o'zgartirish uchun qanday kitoblarni tavsiya qilasiz? Fikrlarni o'zgartirish uchun kitob yo'q. Qaysi fikrni o'rniga qaysi fikrni qo'yish kerak degan kitob yo'q, unaqa kitob yo'q. Bu faqat kurslarda, dasturlarda bor. Fikrlash doirangizni kengaytirish, hayotga qarashingizni o'zgartirish uchun kitob o'qishingiz mumkin. Masalan, Valeriy Semenikovning kitoblari bo'lishi mumkin. Qanaqa kitob oldingizdan chiqsa, ya'ni sizni ichingiz nimani tortayotgan bo'lsa. Mana bu bor edi. Natalya Pravdinaning kitoblari bor edi. Omad bir narsa degan kitoblari bor edi. Hozir uncha eslolmayapman. Shuni masteri, ya'ni o'sha muallifi shu edi. Fikrlash bazasi uchun kitob o'qiysiz. Fikrlashingizni o'zgartirishni o'rgatadigan kitob yo'q. Buni kitobdan kutmaslik kerak. Shu ma'noda aytyapman. Men maqsad uchun chizganman debdilar. Maqsad uchun chizilmaydi. Endi bizani insonlarda natija, masalan aytsa, "Men davay pulingni, daromadingni oshiraman" desa, ko'proq odam o'qiydi. Keyin shaxsiyating rivojlanadi degandan ko'ra, shuning uchun ham ko'pchilik o'shanga qarab olib ketadi. Lekin o'sha orqasini o'ylamagan holatda. Masalan, sizga shaxsiyatingni rivojlantir, mana shu o'qishni o'qi desa o'qimaysiz. Lekin pulingni ko'paytirasan yoki ering o'zgaradi, dunyoni o'zgartirasan, boshqarasan desa, chopib borib o'qiysiz. Men sovg'a deganda avval gul, keyin kapalak ushlagam keldi, keyin hammasi oson, yengil keldi. O'zgarish havo bo'shliq bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Bu narsani yana bir marta qayta qilib ko'rasiz va jarayonda siz o'zingiz anglaysiz nima bo'layotganini. Menda umuman sevish yo'q, faqat yig'lagim kelaveradi. Bolalarimni yaxshi ko'raman, erimda ham lekin sevgi yo'q debdilar. Yig'lagingiz kelishining sababi sizni o'zingizga rahmingiz keladi. Siz o'zingizni tanimaysiz. Siz o'zingizni tanimaysiz, o'zingizni bilmaysiz, o'zingizga rahmingiz keladi. O'zingizni tanishni yo'lini qiling. Siz kimsiz? Xudo sizni nima uchun yaratgan? Sizga nimalar bergan? Nima uchun shunaqa sinovlar beryapti? Balki sizning kuchingiz shunaqa ko'pdir. Ya'ni bilim ko'proq o'rganishingiz kerak bo'ladi. Shunda bu narsa yo'qoladi. Tashqi sevgi yo'q. Ya'ni tashqi sevgi yo'q deganda ikkinchi bir insonning sevgisi bizning hayotimizni va holatimizni to'ldirib bera olmaydi. Ikkinchi bir shaxsni. Qachon inson o'zi ichkarida sevgidan to'ladi, o'zini hurmat qiladi, o'zini qadriyatlarga ega bo'ladi, o'zidan, tanasidan zavqlanib yashashni boshlaydi, undan keyin yonidagi insonning sevgisini his qiladi.
aks holatda boshqachasiga sevgi yo'q. Siz ichingizda bo'lmasa o narsa, o'zingizni hurmat qilmasangiz, shaxsiyatingizni hurmat qilmasangiz, siz hech qachon atrofdagilarning sevgisini his qila olmaysiz. Hurmatini ham his qila olmaysiz. Shuning uchun avvalo o'zingizni tanish degan narsaga ko'proq e'tibor bering. O'zingizni o'rganish degan narsaga ko'proq e'tibor bering. Men ham odamman degan narsaga ko'proq e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Sovg'a olam obrazida yaxshi xayollar keldi, xursand bo'lganimni his qildim. Birinchi marta jarayonni to'liq his qilmasligingiz bu tabiiy holat. Nima uchun? Shunchaki birinchi marta ishlayotganingiz uchun. Masalan, maktabga birinchi sinf borgan o'quvchisi birinchi bu harfmi, nima yozdiryapti, his qilmaydi, to'g'rimi? Xuddi o'shanday narsa, ong uchun yangi narsa. Lekin siz keyinchalik ishlaganingiz sari o'sha har bitta savol berganingizda hayotingizni bitta qismini hal qilib ketaverasiz, ong ostiga kirganingiz sari. Har bittasida bitta ochish bo'lib ketaveradi. 5 ta etap bo'ladigan bo'lsa, hayotingizni har bitta jarayonini hal qilib ketaverasiz ongingizda. Albatta bu trenirovka, ongni shunga o'rgatish. Bu oddiy, ya'ni birdaniga bo'lmaydi bu narsa. Ko'p terlash nimani anglatadi? Uni bilmadim, lekin tanani belgilarini faqat sessiyada ko'rib bilaman. Rahmat. Tanishim kerakligi uchun nima qilishim kerak? Ustizda ishlashni boshlashingiz kerak. Aynan o'zingizni tanishga xizmat qiladigan darslarni olib o'qishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Mana pul uchun o'qimang, oilani to'g'rilash uchun o'qimang, niyatga yarasha bo'ladi-da. Eringizni to'g'rilash uchun o'qimang. Qanaqa darsda o'qisangiz ham faqat o'zimni tanish uchun deb niyat qiling. Shunda energiyangiz shu tomonga yo'naladi. Niyat muhimda. Yana bajarib ko'raman, albatta. Demak, efirni yakunlaymiz. Bugungi boshlangan 1-mart bahor hammalaringizga qutlug' bo'lsin. Qalblaringizni ochilishiga, yaxshiliklarga, yayrashlaringizga xizmat qilsin, yangi rivojlar ketilsin. Bugun muqaddas oyning 1-kuni hisoblanadi. Qaysi niyat bilan, nima niyat bilan? Demak, o'sha ro'za tutgan bo'lsangizlar, hamma niyatlaringizga ortig'i bilan erishishlaringiz nasib qilsin. Oilalaringiz, farzandlaringiz boshiga, ota-onalaringiz boshiga sog'-salomat bo'linglar. Qilgan har bitta xatti-harakatlaringiz uchun demak, beriladigan savoblar ko'p bo'lsin va hayotlaringiz nurga to'lib yashashlaringiz nasib qilsin. Hammaga xayrli kun. Ko'rishguncha Telegram kanalimizda darslar ko'p, bemalol o'rganishlaringiz mumkin. Yana dars bo'ladi va bu haqida sizga oldinroq xabar beriladi. YouTube yo'q degan qizlar uchun men audiosini qilib tashlashga harakat qilaman sizlar uchun. Bugungi darsimizni chegirmasi soat 20 gacha davom etadi. 20 dan keyin to'xtaydi. Xayrli kun.